Ko'pchilik insonlar trading haqida eshitishganda xayollariga birinchi keladigan tasavvur bu oson pul topish, tezda boyib ketish yoki har xil tushunarsiz grafiklar. Lekin trading o'zi nima va undan halol pul topish mumkinmi? Assalomu alaykum, mening ismim Jo'rabek Toshboltayev. Trading va investitsiyaning joiz yo'llari bo'yicha 4 yillik tajribaga egaman. Bu videoda sizlar bilan trading o'zi nima, qanday ishlaydi, uning joiz va joiz emas yo'llari haqida gaplashamiz. Trading so'zining asl tarjimasi bu savdo. Siz biror narsani foyda maqsadida sotib olasiz va sotasiz. Ya'ni narx arzon vaqtda sotib olasiz, narx oshganda sotasiz. Bu tradingning eng sodda ko'rinishi. Hozirgi zamonaviy dunyoda odamlar fond birjalari orqali aksiyalarni, kriptovalyutalarni yoki har xil tovarlarni oldi-sotdi qilishadi. Tradingning turlari juda ko'p. Masalan, aksiyalar savdosi. Bunda siz kompaniyaning haqiqiy ulushini olib sotasiz. Forex savdosi. Bunda asosan valyutalar savdo qilinadi. Crypto trading, ya'ni kriptovalyutalar va har xil coinlar savdosi. Bundan tashqari tovarlar savdosi bor, ya'ni tilla, kumush, neft va shu kabi mahsulotlar savdosi. Tradingning asosiy uslublari. Day trading. Bunda mahsulot yoki tovarni sotib olib, o'sha kun ichida sotishga aytiladi. Swing trading. Bunda savdo muddati 2 kundan bir necha haftagacha davom etadi. Position trading yoki investing. Bunda savdo muddati bir necha oydan, hatto bir necha 10 yilgacha davom etishi mumkin. Scalping kichik narx o'zgarishidan foyda olish maqsadida qisqa muddatli juda ham ko'p savdolar. Bunda savdo muddati odatda bir necha soniyalar davom etadi xolos. Islom dinida savdoning asli joiz, hattoki maqtalgan. Faqat ribo aralashmagan va joiz yo'llar bilan bo'lsa. Shuning uchun aksiyalar savdosi ulamolarning ittifoqi bilan joiz. Chunki bunda siz haqiqiy kompaniyaning bir ulushini, ya'ni bir qismini sotib olyapsiz. Lekin forex, kriptovalyuta va oltin kumushning onlayn savdosi haqida bunday deb bo'lmaydi. Sababi ular foiz, spekulatsiya va riboga asoslanadi. Bular haqida batafsil keyingi videolarda suhbatlashamiz inshaalloh. Masalan, siz Tesla yoki Apple kompaniyasining aksiyasini sotib olganingizda, siz o'sha kompaniyaning bir qismiga egalik qilasiz. Agar kompaniya rivojlansa va uning bozor qiymati oshsa, sizning kompaniyadagi ulushingiz ham oshadi. Deylik, siz 10 dona Tesla kompaniyasining aksiyasini donasi $100 xarid qildingiz. Jami $1000. Agar kompaniya aksiyasi $150 ko'tarilsa, sizning investitsiyangiz $1500 bo'lardi. Ya'ni $500 foydadasiz. Bu haqiqiy va halol foyda. Lekin Forexda siz hech qanaqa ulush sotib olmaysiz. Siz shunchaki narxning harakatiga pul tikasiz xolos. Va aynan mana shu yerdan barcha muammolar boshlanadi. Afsuski, O'zbekistonda hozir tradingning aynan mana shu Forex turi avjida. Shuning uchun ham ko'pchilik insonlar tradingning barcha uslublari harom degan noto'g'ri tushunchaga kelib qolishgan. Xullas, tradingning o'zi mutlaq harom emas. Balki bu siz nimani va qanday trade qilishingizga bog'liq. O'zingizni ehtiyot qiling. Assalomu alaykum.